Kitob tumani Malham markazidan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Ibragimov Habib Zaynetdinovich, Chiroqchi tuman Langar qishlog'idanman. Vrachman, oliy ma'lumotli, ancha yil ishlayman. Hozir navbatda turaman. Xo'p, mana endi meni qornim, ko'kragim bilan qornlarim juda katta edi. Qandli diabet kasalligim bor edi, gepatozim bor edi, davleniyam bor edi, oyoqlarimda shish bor edi. Xo'p, mana shular Nafas yo'llari. nafas qisib qolaydi, xiyilib yotaydim. Doim qiyqib baqam juda qiynalaydim. Xudoga shukr, mana hozir shu malham anosiga kelganimdan beri mana bugun ancha davolanib, endi nasib bo'lsa juda zo'r bo'ldim. Endi Xudo xolasa endi buyog'i inshaalloh Allohning o'zi shifo bersin. Qolganlari ham zo'r ketsin. Ancha tuzukman hozir. Ishingizdan nimalar tushyapti? Qarab boryapsizmi? Ichimga qaraganim yo'q endi. Lekin ichingiz o'tyaptimi? Ichim o'tayapti. Hozir ancha yaxshi, Xudoga shukr. Balg'am kelyaptimi? Tashqariga chiqmay qoldim. Kechasi ko'p chiqaydim, 5-6 marta chiqar edim. Hozir chiqmay qoldim-da. Mana bugun bir marta ham chiqmadim, Xudoga ming qatla shukr. Bugun muolajangizni 5-kuni, to'g'rimi? Ha, bo'ldi. Balg'am ham kelyaptimi? Balg'am kecha ko'p keldi. Mana bugun yo'q. Yaxshisiz. Ko'zlaringiz ichi ham sap-sariq edi, mana ancha oqaribdi. Yaxshi. Qorningiz ichkari torting qani endi? Ana endi tortsangiz ham kirmasdi-ya? Yo'q, kirmaydi. Kirmasdi. Kelmaydi o'zi. Hozir egilyapsizmi? Xudoga shukr, mana. Necha yoshdasiz? 73 yosh. Ey, malades.